Köygendan köngen yaman. Abduri Mahinur Abdilim. Avazda Rahila Musa, Tahircan Yusuf. Karıştırgıcı Azize. Gerçi Nigmat operatsiya jarayonida bütün kuchi bilan o'g'lining holidan yaxshi xabar olgan bo'lsa-mu, lekin Yasharning og'zidan onasi tushmaydi. Sunuqning og'riqi kechisi bakrak qo'zg'alsa kerak. Og'riq har bir qo'zg'alsa, Yashar onasini chaqirib yotadi. Nigmat balaning bundaq bo'lib qolishiga o'zini sababchi deb qarab, xijillikda Saodatga xabar qilolmadi. Qizidan telefon kelsa-mu, ahvolni aytmadi. Saodat odatda Nigmatga o'zi bevosita telefon urmay, qiziga urg'izib, Yashar bilan ko'rishadi. Nigmat qachonlardan boshlab Saodatning ovozini anglashni orzulab qolganligini bilmaydi. Beli qiz operatsiya kuni bir dasti gul bilan yo'g'on qo'nchoq ayiqdan birini ko'tarib, kirib qo'ygancha kep boqmadi. Yasharni uyga ochqib yotqizib turishiga beli qiz xo'shallikdan xudini yo'qotgan holda kirib keldi. Oha, oxiri chiqadigan bo'ldik. 6 ayol hammamiz 20 ming yuan topshirsak-la 5 davlatga sayohatga chiqa olaydi ekanmiz. Yillik damilishimni tasdiqlatib bo'ldi. Dushanba mangimiz. Necha yildan beri shu chiqasamchu, nadikini tasdiqqa yo'l mingib yuribdiman desa. Oxiri chiqadigan bo'ldim chetga. Bundaq sayohat degan davomli chiqib turadi. Bu qitim bormay, kelar qitim borsangiz bo'ladi. Balaning ahvoli bu tursa, sayohatga mengishga ko'nglingiz unamdi. Dedi Nigmat. Voy, nima? Siz meni bormang dedingizmi? Ko'zlari chekchaygan beli qiz uningga go'laydi. Bala og'riq bo'lsa, siz nima qildigan odam? O'zingizning balasini boqmay. Men oshxonaga kiramaydigan to'sam, men nima qilib bera olaydim? Sizga deb qo'yay, bu oyildan kessam kechmanki, chet elga chiqishdi, hargiz kechiktirmayman. Beli qiz daydig'ini deb qo'yib, tayyorlikqa tushdi. Uningga hech qanday gapning kar qilmaydiganligini pamilgan Nigmat ortiq gap qilmadi. Demisimi, beli qizning uyda boridan yo'qi yaxshi. Menga berdigan pulingizni endi bering, dedi beli qiz uning oldiga berib. Meni mushundaqla yo'lga sep qo'ymoqchimi? Qaysi pulni deysiz? Qaysi pulni? Nimada qallingiz ishlamaydi sizning? Hozir to'y qilsa, ayol tarafga qanchalik dasturxonlik beradi, qanchalik oltin jabduq oladi bilmamsiz? Men undaq chaqini o'rib odatlarni yoqtirmayman. Shunga sizni hozirgacha chiqimda qilmadim. Mana, endi payt keldi. Shu pulni endi bering. Nigmat dong qaytib turib qoldi. O'z vaqtida al-Qatari to'y qilishga bel qiz o'zi qo'shilmagan. Qamlashmagan urf odatlarga eslolmay, pulni ahamiyatli o'ringa ishlatishni aytib, Nigmatni ta'sirlantirgan edi. Nigmat bel qizning uyining bakmi kichik ham ko'nrab ketganligini ko'rib, yangidan uy setib planlab yurgan edi. Onunğa bu gap bakmi tasaddibi, bema'ni tuyulib, qabul qilolmay turib qoldi. "Voy, turib qoldingiz-ku? Xotin kishining uyiga kirib, balam bilan tayyoga ega bo'laman deb o'ylaganmi?" Nima da'vatsiz? Men bu uyingizda o'ltirishdan numus qilib yuribman. Bilamsiz, men degan yurtimda ro'naq tepayotgan dangliq advokat. Otqi chiqqan boyning bolasi. Cho'g'dak yasadaq uyimni bir tiyin pul olmay tashlab berib chiqqan. Pul desangiz, albatta bera olayman. Lekin sizningcha, mushunda qilsak muvofiq bo'lamdi. Ha, muvofiq bo'lmaydigan nari bor. Pulingizni to'ydan burun oldim. Nim bo'ldi? Keyin oldim, nim bo'ldi? Hech qanday xotin erga bekoq tegmaydigandi. Balingiz bilan qo'shib boqqili.
tegmagan-ku men sizga. Darhol 50 ming yuan chiqaring. Ey, Aran 50 ming yuanmi? Ne'mat masxara bilan so'radi. Bo'ladi. Hozirla bankadan olib beray. Tuyuqsiz achchig'i mengsiga tepib chiqqan Ne'mat o'zini aram besib uydan chiqib ketdi. Achchig'i yomon, bir ishqa chaqmoq tezligida qaror qildigan Ne'matning shu topda ortiq o'ylig'idak hapsili yo'q. Sunuq azobi tatib yotgan o'g'lini o'ylab, ko'zlariga yosh keldi. O'ziga g'azab bilan pichirladi. Mushu xotinni orzulab, hamma nimangdan kechib kelgandikin, o'zingga oz Ne'mat. Ne'mat 50 ming yuanni elib, qatnash bekitiga kirib, uzun yo'lliq kira mashinasidan birini deyishibla akeldi. U pulni Belqizning oldiga qo'yganida, Belqiz hech nima bo'lmagandek pulni yig'ishtirib, uning qarab kulimsiradi. Chatalga menish oldida meni yaxshiroq uzitib qo'yasiz. Bugun bir ayaga berib, qaribchi tomoq yegach, muzika tinglab kelandiq. Sabr qachisi tashqan Ne'mat asabiylarcha to'lab ketdi. Yo'qol. Oljigan sarang. Seni xotin deb olgan o'zimmi sarang? Meningda xetingni elib. Ondan chatalinga boramsan. Nega yo'qolsang yo'qol. Ikkinchi ko'zimga ko'ringichi bo'lma. Hoy, qaysimiz yo'qolamiz? Mavi uy kimni? O'zing yo'qola kelgundi. Sana tekkinimga nima rohat ko'rsatding menga? Ayni vaqtda yolg'on yovdoq gaplaringga ishongan o'zim ahmoq. Bo'lmasa menchu xeyli chatalliklarga yorg'ida xotin. Ko'zimdan sen yo'qolg'ina. Ortiq gapning o'rni yo'q edi. Ne'mat o'g'li bilan ikkisining narslarini safar so'ngisiga qachilab, pastda saqlab turgan mashinaga to'shidi. Andin putini midir-sidir qilolmaydigan o'g'lini avaylab ko'tarib, ochqib ketdi. Nega bormiz dada? Dedi Yashar. Yurtimizga o'g'lim. Seni opangning yeniga olib qo'yay. Yashar puti sinib ketgandan keyin onasini bakla seg'ingan edi. Mehri so'g'uq, bo'ron uchib turadigan uyda parvizsiz yotganlarida mundaqla teyilib ketsa-mu, uni silab sipashtirib, bag'riq besib ketadigan mehribon onasini o'ylab, necha qatim ko'z yeshimi qilgan. Dastlabda uningga o'yindak tuyulgan bu ishlar uning sabiy qalbiga-mu jarohat izi qoldirgan. Anasidan ayrilib yangi oilada turishning dadasi o'z vaqtida degandek unchalik ko'ngillik emasligini tunutgan edi. Mana hozir u anasining yeniga bordiganligini anglab, sunuq og'riqini unutgandek bo'ldi. Bir narsani unutib qolganmiding? deb so'radi Ne'mat menish oldida. Oy, sumkam qopti dada, dedi Yashar. Ne'mat sumkani ochqish uchun uy tarafga menishiga, egizdan eg'ir sumka pokkida uning oldiga tushdi. U beshini ko'tarib, oshxonaning balkonidan chiroyidan muz yog'dirib qarab turgan Belqizni ko'rdi. Ne'matning yurtimizga mangduq degani ras. Yasharni puti sunuq holatda saodatga opirib berish, qarmoqqa yuzini dabda qilib bag'onga barobar bo'lsa-mu, lekin Yashar uchun eng yaxshi chora shu edi. Saodatni yaxshi tushunadi. Shu topda paltikakisini qaqtirib yurtiga qaytish Ne'matga ig'ir keladi. Lekin Ne'mat o'ziga shundoq bir paltikakining bakmi zarur bo'lib qolganligini his qildi. G'aflat uyqusidan biraqla uyg'ongandek, ichib olgan bexudlik dorisi kuchidan qolgandek bo'lib qolgan Ne'mat hamon qaytish zarurligini tunib yetgan edi. O'g'lini o holda onasidan ayirib etish bakmi rahimsizlik bo'ladi. Yo'l bo'yi dadasining telefonini qo'ldan tushirmagan Yashar o'zlarining yurtga qaytib manganligini ochsig'i deb bo'ldi. Qizi bilan o'g'lining yo'llashgan uchirlari mashina yurtga kelganga qadar davom etdi.
ularning yo'liga talmirib turgan Saodat bilan qizi yugurib chiqishdi. Dadasini bakma seg'ingan qizi uningga o'zini otdi. Ne'mat o'g'lini bag'riga besib, hiqiqlab yig'layotgan Saodatga: Bolani bu holatda kelib qoldim. Meni kechir. Keyincha hamma ahvolni tushuntirib qo'yaman, dedi. Yasharning putining sinib ketishini hargiz sizdan ko'rmayman. Balani akaginingizga rahmat. Mushundaq chaqda mening yinimda bo'lmasa qanday qiladi? Ne'mat o'g'lini ovaylab ko'tirib ikkinchi qavatdagi uyga chiqdi. Uning mehrlik uyi. Uy avvalgidekla pokiz tozlangan. Mezilik sho'rpa hidi uyni bir olgan edi. Tamoq ustilida patnoslarga rat-rat cho'chirilar tugilib qo'yilgan. Hamma narsalar burunqidekla. Ne'mat ketishga tamshaldi. Tamoq yebmang, dedi Saodat. Cho'chirini hozirla solaman. Tamoq yuvag'in doda. Uy tomog'ini bak suygundim degan tungu, dedi Yashar. Ne'mat o'g'liga qarab turib qoldi. Ondan Saodatga qaradi. Saodat har chog'dagidek yanala muloyim edi. Shu topdimi uning ko'zlarida o'g'liga bo'lgan seg'inish, mehribonlikdan boshqa hech qanday o'ch adovat va nafratdan asarmi yo'q. Ne'matning burunlari etishgandek bo'ldi. Ondan tezdan burilibla ishga qarab mangdi. Uning sumkasi ishik yenida turadi. O sumkani elish uchun ingishdi-yu, to'xtab qoldi. Palti kakisini qaqtirgandan beri kallasida yangidan qurib chiqqan xiyoli shu minutda o'zgarmas bir qarorga aylandi. Ondan sumkasini olmayla uydan chiqib ketdi. Mangulik qaytib kelish uchun qo'li bilan o'z bo'yniga solgan sirtmoqni uzib o'tib kelmasa bo'lmaydi. U qilgan atganlardan o'yilib tursimi, shuningga ishinadiki, Saodat uni cho'qim kechiradi. Balalarni deb bo'lsa-mu, yenishib olishga qo'shiladi. U o'zining cho'nqur mehr muhabbati va badarligi bilan Saodatning qalbidagi azoblarini unuttiradi. Uning yurak yaralariga shifoliq malham bo'lib, uni baxt ilikida kultiradi. Faxrlik yozuvchimiz Mahinur Abdilim qalamida putgan Köygandan ko'ngan yomon nomli post tamom oxirlashdi. Yaşaş müşkül tanmıgın mendin Ayrılmaylı mengü gecinin Gep öpsünün meyli nametler Kadirlişi öteyli birge Her kıstakta kalsak mı bizler
olsam mana men ega yaratay